Voy bu, Arnold bilan tanishing. U barcha baxtsizliklarga qaramay tirik. Yomon xabar shuki, boshqalar buni bilmaydi. U endi tobutda. Hey, bechora yigit, maslahat kerakmi? Xotirjam bo'l, chuqur nafas ol, kislorod tezroq tugaydi. U 1-2 soatga yetadi. Chuqur nafas ol, sekin chiqar. Bu umringni uzaytiradi. Garchi hech kimga kerak bo'lmasa ham, arzon tobutlarning qopqog'ini buzish oson. Senday yomonlar shunday tobutlarga ko'miladi. Mey o'rgatganini esla, yoki do'stlar qo'ygan mushtni olib markazga ur. Yuzni kiyim bilan yop, tuproq nafas olishingni to'smasin. Tobutda joy tugagach o'tirishga urin. Uddaladingmi? Wow, ota-onangdan ko'ra senga kamroq ishondik. Endi qurtday burilib yuqoriga sudralib chiq. Arnold, chiqib oldingmi? Bu ajoyib. Umid qilamanki, hech kim seni zombi deb o'ylamaydi. Yo xudoyim, Arnold 2 marta dafn qilishga to'g'ri keldi. Yoqsa like bosing, do'stlarga yuboring, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Arnold bilan yana ko'p qiziq tajribalar kutmoqda.